Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabdaki dersimizdeki bugünkü devamında Hazretleri bir gün bundaktaydı. Tüvenlik babda gün petiştin burun namaz nişanlanmaydı o. Yani namazga plan kılınmaydı o dedi. Bu 585. numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf et-Tenisi diye ustaz şu an. Muş kişi bizge hadis sözlep bergen dedi. Bu kişi dedi bizge Malik Nafi ibn Ömer radıyallahu anhu'dan bayan kılgan bulup. Hakikati Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan edi. Sizlarning beringlar mushu quyosh chiqadigan yoki quyosh patadigan vaqtda namoz o'qishni plan qilmasin degan edi dedi. Bu hadis başta biraz şerhi söyledi. Bu 586. numaralı hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdülaziz ibn Abdullah hadis sözlep bergen bulup. Bu zat dedi bizge İbrahim ibn Sa'd Salih ibn Şihab'dan bayan qilib bergen. Hadis sözlep bergen. İbn Şihab dedi bana Ata ibn Yazid el-Cundai degan kishi xabar bergan dedi. Bu zat Aba Sa'id el-Hudri radhiyallahu anhu'dan anglagan ekan. Bu sahabe deydi Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini anglagan edim. Bomdatdan keyin namoz o'qish yo'q. Quyosh ta ko'tarilganga qadar. Neyiz bu ya? Asrdan keyin namoz o'qish yana yo'q. Ta quyosh patgan qadar degan. Endi yuqoridagi mushu ishkadisga mushu quyosh petayotgan va quyosh chiqayotgan oraliqdagi eng nuqtaliq payt mushu. Şoňlaşqa İmam Malik rahmetullahi aleyhinki mezheplerinde gün çıkıvatkan ve gün petayotgan vaqtning özünde namaz o'qishni haram degan cheklendi deb. Buniki günah ig'ir deb qaragan. Amma onundan başqa vaqtlarda mesela asrdan keyin, bomdatdan keyin kun undaqda xiravurus bunda qizirib patmagan yoki qizirib kun chiqayotmagan ahvolatida namoz o'qishni makruh deb qaragan. Bir qism salaflarmi shuni asos qilgan. Shuningdek, bir qism mazhablarda namozdan cheklangan vaqtini 5 deb qaragan. Shu kun tazi chiqayotgan, petayotgan paytni alohida eskartib cheklagan. Endi tövende 587 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Aban hadis sözlep bergen edi. Bu kişinin tercümalı başta ötmegen. Bu İmam Bukhari'ninki ustazı ismi Muhammed ibn Aban ibn Vezir el-Balahi. Abu Bakr ibn İbrahim el-Mustemli deb özünki kunyası var. Hamdavi degan laqımı var. Özü hamilde hafiz deb nam berilgan. İmam Nesai rahmetullahi aleyh İbn Hibban rahmetullahi aleyh ile bu kişinin siqa yani işenecek adam deb atagan. Demek hadis ulamalarınki yaxshi bahasıga erişken. Hatta bir qism ulamalar mesela Haliliga o'xshash bu kishininki siqa ekanligiga ittifoq degan ulamalar. Bu kişiden hamda bulab İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ko'p hadis bayon qilgan. Helalam ko'p hadislar bayon qilgan. Bu kishiniki buyuk ustozlardan Vaki, Sufyan ibn Uyayna, Abdurrazzaq va ibn Mahdi qatorliq buyuklar. İmam Müslim'den başqa sayesinde sahiplerinin hammasi bu kişiden hadis rivoyat qilgan. Demek İmam Müslim'den başqa hammalar bu kishiniki şagirdi deyishga bo'ldi. 244-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu sayesinde Muhammed ibn Aban değilse mesela. Bu kişi bekirek ko'zi ko'rindi. Sayesinde Muhammed ibn Aban değilse. Bu kişiniki hem de hadisilme koşkan tuhaflar qatarida Tirmizi'de 12 tane hadis bayan qilgan. İmam Nesai'de 5 tane. Sahih Bukhari'de 2 tane hadis var. Ameliyatda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu kişiden 38'dek hadis rivayet qilganligi Kevserul Ma'ani'de bayan qilgan. Lekin vallahu alem bu İmam Bukhari'nin Sahih Bukhari'de hem de 2 kilo hadis bayan qilibdi vallahu alem. Lekin İmam Bukhari'nin ameliyatda bu adamda 38 tane hadis bayan qilganligi xotirlangan. Bu kişi asasen şu Vaki ibn Cerrah ustaz oldu da Vaki ibn Cerrah'nınki hadislerini yazıp adam bu. Dershallarda, sorularda. Şuna Mustemli Vaki deb özünki laqamı şuna atalgan hamda. Bu kişi dedi bizge Gundar hadis sözlep bergen dedi.
Gondarning tarjimalı başda o'tgan. Gondar deydi bizga Shu'ba Abi Tayyahdan hadis bayon qilib bergan edi deb shundoq deydi. Va Abu Tayyah deydi men Humron ibn Abandin anglagan edim. Bu kishi Hazrati Muaviya radhiyallohu anhudan hadis so'zlayotdi. Humron ibn Aban Muhammad ibn Abandan boshqa adam. Muhammad ibn Aban 240 nechida o'tgan adam. Umron ibn Aban Umaviylar davrida o'tgan adam bu. Muaviya davrida. Bu Umron ibn Aban Hazrati Osmonga tutishdi. Hazrati Osmon radhiyallohu anhuninki bu adam hojibi bo'lgan odamda. Shu Mavlasi deb ataldi. Tigi shu nimadan? Iroqdan. Iroqda ayni vaqtdagi urushda Sabiy ilg'allarniki birsi. 70-yillardan keyin o'lib ketgan odam bu. Demak, oldingi Muhammad ibn Aban bilan Humron ibn Abanning oralig'ida 100 necha yildan ortiq vaqt bor, farq bor adam. İkisi demak bu yerda ayrim adam. Bu kishi musiqa deb atalgan Basrda yashagan buyuklarniki biri deyiladi. Bu kishiniki hamda hadis ilmiga qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Muslimda 12 dona, Sahih Buxoriyda 7 dona, Nasaiyda 6 dona, Abu Davudda 2 dona, Muvatta İmam Malik rahmetullohi alayhi bir, Sunan Tirmizida 1 dona hadis bayon qilgan odamda. Bu kishi Hazrati Muaviyadan so'zlayotdi. Hazrati Muaviya radhiyallohu anhudan. Muaviya degankan ayni vaqtida sizlar bir namoz o'qiydi ekansizlar. Bu biz Rasululloh biz uzun biz hamroh bo'lgan zot kishilar biz. Rasulullohning bu namozni o'qimaganini biz ko'rmagan. Bu Rasulullohning o'qiganini ko'rib boqmagan bir namoz o'qiydi ekansizlar ya deb. Mana bu ikki namoz bu ikki rakat namozni cheklagan. U bo'lsa-mu asrdan keyingi o'qilayotgan namoz ham bu yerda. Asrdan keyin. Endi Janob Rasulullohniki asrdan keyin namoz o'qiganligi haqida mesela rivoyatlar, bayonotlar mavjud. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu namozni ma'lum sabablar tufaylidan o'qigan. Ba'zilar Rasulullohniki bu qilqini xususiyat, Rasulullohning alohida xususiyati deb bundoq tushuncha berganlarmi bo'lgan. Ammo mashhurroqi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu namozni ma'lum sabablar tufaylidan bir o'mak bilan ko'rishib qolib, peshimning 2 rakat sunnatni o'qiganlik tufaylidan ki o'qiganlik haqida bir qism mazmunlar bor. Hani bir yerde bir nuqtani eskertsek bo'ldi. Bugungi kunda masalan shu ishki haramda qarasak asrdan keyin namoz o'qiydiganlarmi shu Shia Rafiziylar o'qiydi. Ta 8-10 rakat nihoyat ko'p namoz o'qiydi. Ta kunchigacha namoz o'qiydi bular asrdan keyin. Bu nima degan vaqtida shu Hazrat Muaviya radhiyallohu anhuga qarshi elingan bir ibodat tusi bo'lsa kerak deb o'yladim. Demişqa degan vaqtida Hazrati Muaviya eng ashaddiy dushmani Rafizlarning. Amaliyotda Hazrati Muaviya Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki vahiy yezish qatnashgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiydan iborat bir ulug' Allohning so'zini yezishga muvakkal qilgan ulug' sahobalarniki biri. Agar buniga ishindigan tarafi bo'lmasa Rasululloh hargiz bu vahiy yezish qo'ymaydi bu kishini. Mush kishini Rafiziylar buni ayiblaydi. Kafir deydiganlar var hatta nauzubillah. Ameliyatda bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki sevimlik ayoli Habibaniki inisi uludu. Büyük zatlarniki biri. İslam dunyosida eng zo'r fatih harakatlarini ilib borgan. Bu kishiniki yuz obro'yini Rafizlar davomli hozir qadar to'kib kelyotdi. Hatto undan boshqa Abu Bakr, Umar, Osman qatorliq sahobalarning lekin Hazrat Muaviyaniki Beni Umayya deb bu kishiniki nimasini o'z obro'yini bek yag urdi. Xilofatni tatib olgan degandek tuhmatlar bilan. Nauzubillah, estaizubillah. Kufrga chiqardiganlar bor. Bu tuhmat kazzablar. Anda ba'd men eskartmoqchi bo'lgan hamda Hazrat Muaviya mush 2 rakat namozni o'qishni bu yerda bu odam cheklayotdi. Bu Rasulullohni ko'rib boqmagan silimish qo'yishlar deb. To'liq holatda bu Rafiziylar mana Hazrat Muaviyaga qarshi holatda bugungi kunda mana shu namozni o'qiydi bular. Xo'sh,
Endi 588 numaralı hadisde İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Muhammad ibn Salam bu kishi deydi bizga abda hadis so'zlab bergan edi deydi. Abda Ubaydullah degan kishini hadis so'zlab bergan. Ubaydullah degan kishidan. Ubaydullah Xubaybdan, Xubayb Habs ibn Asimdan. Habs ibn Asim Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan. Bu ravilarning hammasini tarjimalar o'tgan. Bu kishi deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki namozdan cheklagan, ikki xil namozdan cheklagan. Biri bomdoddan keyin quyosh chiqqan qadar, asrdan keyin quyosh patgan qadar namoz o'qishdan cheklagan. Mana shu ikki vaqt namoz o'qish eng cheklanadigan vaqtlarniki biri deb sahobalar shu hadisni o'tirib qo'ygan. Hamda ma'u Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ma kun chiqishdan burun kun petishdan burun kun patgan qadar kun chiqqan qadar namoz o'qimanglar degan hadislar mutlaqmi degan vaqtda bir mutlaq am umumiylikqa ega hadislar. Endi lekin biz masalan Baytullohni tavof qilyapmiz. Baytullohni tavof qilgan vaqtimiz toza shu kun chiqayotgan yoki kun petayotgan paytlarga to'g'ri kelib qoldi. Baytullohni tavof qilib bo'ldik. U vaqtida mushadisning ro'yi bo'yicha biz tavof qilmay namoz o'qimay turamdik masalan tavofni kechkirgan tavofini. Yo'q, unda qilmaymiz. Biz albatta bu o'qiymiz. Bu buningda mustasno, ya'ni bu ayrim avval. Ya'ni bir mutlaq deyilgan umumiylikdan bir qism xususiyatlar bo'ladi. Ayrim alayda qaraldigan. Mana masalan shu masjid kirganda o'qiydigan shirkat namoz, tahiyatul masjid yoki tavof qilgan vaqtida tavof qilib bo'lgandan keyin o'qilgan shirkat namoz bu ma'lum bir sabablarga bağlanğan namaz. Bu sebeplermi bir yerde mutlak, bu çeklimlermi mutlak. Mutlak çeklimlerden mutlak sebepler bu yerde ayrım muamil kılındı. Şunaşka hem de Cübeyr'ninki bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abi Abdümanap bu Beytullah'ını tavaf kılgan kişine namaz okuş için çeklimenler, keç gündüzden qanday vaqtda namaz okusa degan. Şunaşka İbn Hazim rahmetullahi aleyh Cübeyr'in ait keçkip musulman bolgan Mekfetesindeki Müslüman bolgan. Elbette mana bu Peygamberimizin Beni Abdümanaf bu Beytullah'ın tavaf kılgan kişilerine namaz okuş için çeklimanlar qanday vaqtda bolsa degan hadis Resulullah'ın hazır kılgan mutlak çeklimiden keyinki çeklime bu deb qarab şunaşqa şu tavafning namozini o'qish uchun cheklashni to'g'ri topmagan. Endi bir qismi olimlar mushadis asos qilib Baytullohni qanday vaqt namoz o'qish bo'ladi degan masalan. Lekin ko'p sonli o'lmalar yo'q bu tavof qaratilgan, tavofning namozi qaratilgan deb qaraganlar bo'lgan.